Obunachilar xohlasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun bor u qo'zin narxi va yer bilan bitta bo'ladi xohlasa. Yengil bo'ladi. Barda anchadan kanalingizga chiqmayapsiz-da, ko'ryapsiz kanalingizda. Mayda qo'zlar ham 2 million, 2,5 million bo'lib ketyapti-da. Xohlasa bo'ylari ham o'sha 70 plus 75 gachalik qo'zlar narxini yengil 3 milliondan qo'yilayotgan qo'zlar bugun narxini 200 ming, 300 ming so'mdan arzon qilib beraman kanalingizda xohlasa. Ya'ni narxi yengil bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab videoni oxirigacha ko'ringlar. Kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'ying, narxi xohlasa yo'lida bo'ladi, uka. Barakasini bersin. Bu yog'ida qo'ylar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, mana shunday qo'chqar ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Hakimboy akamizni qo'y fermalariga keldik. Xo'p, mana bu yerda sotiladigan qo'ylar bor ekan, shularni narxini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitada like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga shanba 22-mart. Bu yog'ida akamizni o'zlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akimlardan keldingizmi? Tuzimsiz, charchamasdan. Obunachilar assalomu alaykum. Tuzimsizlar? Mazalaring yaxshimi? Bardan xohlasa bugun bor. 100 bosh qo'zimiz bor. Obunachilar uchun xohlasa narxini qo'limizdan kelgancha yengil qo'yib beramiz. Xohlasa buning uchun bor videoni oxirigacha ko'rsin, qo'llab-quvvatlab poddeshka qilib, kommentariyaga otangga rahmat yozib tursin, narxini inshaalloh qo'ldan kelgan chiroyli qilib qo'yib beramiz. Unaqa narxda to'g'risi bozorg'imi yo mana shu kelishadi, saroy territoriyasimi, narx-navoni hammasini solishtirib ko'rishaveradi. Xohlasa narxi yengil bo'ladi. Arzon qilib qo'yib berasiz. Xohlasa bugun bor qo'zi narxi hozir chiqmayapti, hamma narx chiqmayapti, qimmat bo'lib ketyapti deyapti. Bugundan narx qo'yaman, qo'zining narxi chiqadi xohlasa. Yengil bo'ladi narxi, uka. Narxi yengil bo'lib chiqaveradi. Xo'p, birinchi partiyalarimizga nechta? Birinchi partiyamizga parda 15 dona. 15 dona. Hammasi qo'shqarmi bulardi? 2 dona arg'achisi bor ukachida. Qaysi biri? Bitta arg'achimiz buni. Mana buni sirg'achi. 2 dona arg'achi, qolgan hammasi qo'zi qo'shqarlar. Xo'p aka, bular endi qachon yetib keldi? Bular avval kuni kechqurun kelgan, uka. Avval kuni kechqurun yetib keldi. Chiroyli qilib yungularini olib, boqishga tayyor holatda. Xohlasa uka, boqishga tayyor, bor. Qo'zilar dangillab turibdi, uka. Olsa oyoq qo'li uzun bo'ladigan narsa. Aka, yoshlari-chi buni endi? Yoshimi? Yoshi uka 5 oylik, 5 oydan o'tgan qo'zi. 5 oyda o'tgan qo'zi, bo'ylari 70 dan baland, oldi 75 chiqaveradi, xotirjam. 70 plyusga olinsin, 70 ga olinsin uka. Obunachilar uchun bonus bo'lib qo'yiladi. 70 ga ketaveradi. Dadani yaxshi aka-akalar, olib borasizlar, boqasizlar. Mana. Obunachilar ariq qo'zini menda junini 0 ga olib bo'lmaydi-da, Fahriddin. 0 ga olib bo'lmaydi. Badani bor, etivoshi yaxshi, o'shaning uchun olib qo'yilgan hammasini junida. Agar ariq qo'zi bo'lganda juni olinmasdi. Xo'p, hammasini bir yerga narxini nima deymiz endi bularni, pulini? Hammasini bir joyga olishsami? Hammasini bir joyga olishsa u 31, 32 qilib ona qilmaymiz uka. Bizga puli qiziq. Narxida. Narxida hammasi ham-da, to'g'ri uka. Aytibman 3 million so'm ham yo'q narsa. 2 million 900 ming ham yo'q narsa. 2 million 800 ming so'mdan mana ketaveradi. Mana. 2 million 800 ming so'mdan hammasini bir yerga olamiz deganlarga akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Janavarlar hammasi bir-birida yaltirab turibdi. Bitta-bittadan like bosib, shunaqa qo'z olamiz deganlarga tashab qo'yaverasizlar. Kamichi? Kammi? O'zi 2 million 800 ming so'mdan zo'r parda 2 million 800 ming so'mdan. Biz obunachilarimizga siz bizni kanalimizda mehmonsiz, birinchi marta chiqib turibsiz. Shunga xohlasa, o'shani hisobiga 2 million 800 ming so'mdan arzon narx qo'yib beryapman parda. Qo'ziga 2 million 900 ming so'm, 3 million qo'ysam ham ko'taraveradi. Mayli obunachilar kanalda yangimiz, xohlasa yengil qo'yib beramiz. Ongla maza qilib boqinglar. Gapsiz 2 million 800 ming so'm emas, o'tib beraman, Fahriddin. Nech pul? Hammasini olamiz uka. Deysa 25 ming 50 ming emas, yana 100 ming so'mdan keyin mana 2 million 700 ming so'mdan olinsin. 2 million 700 ming so'mdan hammasi. Hammasi bir joyga, ikkita irg'achisi ham bor ichida, uka. Ikkita irg'achisini qanchadan beramiz endi bular? Ikkita irg'achisinimi? Ikkita irg'achisi ham shu optimning ichida ketadi, Fahriddin. Optim dish. Yo'q, ikkalasini o'zini olamiz. Ikkita irg'achini olasizlar, Fahriddin 2,5 milliondan qo'chqorlarni olsa, hammasini olsa qo'chqorlarni 2 million 700 optim narxda ketadi. 2 million 700 ming so'mdan optim narxda akalar. Kalla olamiz deysa, holatga qarab kelishamiz, Fahriddin.
Lekin ishlarni bitirib berasiz. Ve bitta olamiz desam ishlarni bitirib beramiz uka. Telefon qilish oson, xudo xolasa bitta olaman degan hoji va hojonalarimiz bo'lsa telefon qilsin, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beraman baridan. Qayergacha olib borib beramiz endi bularni? Hammasini olsa Samarqandgacha. Hammasini, ha? Bitta ikkitani vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Nechta dedik buni? 15 dona. 15 tasi bir yerga o'zi bitta obunachimizga ikki kishi o'rtadan bo'lib olsa ham ketaveradi. Jonivorlar mana. Teng o'rtasidan bo'lib olsa. Yungilari olingan akalar mana juni bilan emas. Olib borasizlar, zo'r foyda qiladigan varianti. Xo'p, bu birinchi partiyalarimiz. Ikkinchi partiyamizga uka buni ukalar chiqadi. Bundan ketinga bundan sal kichikroq varianti bor. Bo'lmasa o'shalarni ko'rsataveramiz, ha? Akalar ikkinchi partiyalarimizga pul arzonroq variantidan so'raganlar uchun aka soni nechta bo'lardi endi? Soni 28 ta uka. 28 dona. Hammasi qo'chqarmi bo'lardi endi? Yo'q, 3 dona irg'achisi bor ichida. 3 dona irg'achisi bor, qolgan hammasi qo'chqor. Bularni ham yungilari olib qo'yilgan akalar. Olib borasizlar shunday boqadigan variantida. Yemni oz-ozdan berib, aka yeb ichariga necha kun garantiya beramiz endi bularni? 10 kunga beramiz. 10 kun sinab olishaveradi, ha? 10 kun sinab olish. Xotirjam. O'ylanishmaydi. Yoshlarichi bularni endi? Yoshlari 4 oylikda o'tganda, jiyan. 4 oylikdan o'tgan. 4 oylikda o'tgan. Badani yaxshi. Bo'ylari nechaga beramiz bo'ylarni bularni? 65 plus minusga beramiz. 65 plus minusga ketaveradi. Sababi aytib o'tgan yaxshi. Aka bir yerga narxi, pulini aytaylik bularni. Bular narxi ham o'ta yengil bo'ladi. 5 ta 10 ta boqamiz deganlarga maslahat beraveramiz akalar. 2 ta 3 ta olamiz deganlar ham telefon qilishaveradi. Bitta obunachimiz olib qo'yadi uka buni. Bitta obunachimizga sonini 20 ta dedik-a? Buni 28 ta. 28 ta. Mayli mana ikki kishi o'rtasidan bo'lib olsin, ketaveradi. Kasal uka puli bor buni. Pulini bo'ladiganini aytib qo'yamiz uka. 2 million 500 ming so'mdan hammasi bir joyga ketdi. 26 danada unaqa emas uka. 2 million 500 ming so'mdan hamma yerga solishtirib qo'ygan narx-navosini 2 million 500 ming so'mdan uylanga boradi, o'rinmay pul sanab berasizlar. barakasini bersin. Deyman aka endi. O'tib berasizmi? O'tib beradigan joy qolmadi. Pardon, qo'zlar ko'rganda 2 million 500 ming so'm normal narx bo'lyapti. 2 million 500 ming so'mdan mana. Internetda ko'ryapman 2 million 700, 2 million 800 deb qo'yilyapti uka. Bo'ldi, o'tib beraman. Ozgina. Bo'ldi. Qancha? Bizda ozginasi ham u alle bo'lmaydi. Maydalashmas deydi. Ha, maydalashmaymiz uka. Bo'ldi, ya'ni 100 ming so'mdan ham 2 million 400 ming so'mdan olishsin. 2 million 400 ming so'mdan. 2 million 400 ming so'mdan. Ana shuni ishlang. Bor bularni ichida akalar, yiriqroq. Mana janavarlar qaranglar ekan. Mana 2 million 400 ming so'mdan mana shular ham ichida ketaveradi. Shoshilib qolasizlar akalar. Realni olamiz deganlarga video qilib tashlab beriladi, hamma ma'lumot beriladi. Lekin kelib ko'ramiz deganlarga bir qator lakasalar tashlab beriladi aka. Bemalol kelib tepasida xotirjam ko'rib olishaveradi. Xotirjam ko'rib tepasida yoqsa baraka qilib ketaverasizlar. Aka 3 ta olamiz deganlarga qanday bo'ladi endi bu? Narxi. Mana qo'zini ham bitta ushlaylik mana. Bu jani o'rtada ketdi. Bitta ikkita olamiz deganlarga 2,5 milliondan beraman. Bitta ikkitaga. Bitta ikkitaga 2 million 500 ming so'mdan yoqqan tanlab olishaveradi. Yoqqan tanlab olishaveradi. O'zim men misol plusi ham bor, minusi ham bor. Plusi ham bor, minusi ham bor. Aha, u yog'i telefonda kelishilaveradi. Lekin qo'zilar yaltirab aytib turibdi o'zi akalar. Xo'p, bu ikkinchi partiyalarimiz. Bundan ketinga qanaqalari? Bundan keyingi sariqlaridan bor. Bo'lmasa o'shalarni ko'rsataveramiz bularda. Keyingi partiyalarimizga yanada pul arzonroq variantidan so'raganlar uchun hammasi sariq ekan, bir dona oqi bor ekan. Nechtasi qo'chqar buni? Buni 9 tasi qo'chqar, o'sha bir dona oqi irg'achi. 9 tasi qo'chqar, bir dona oqi irg'achi. Yoshlari? Yoshlari uka 5 oylik atrofida, 5 oylik plus minusda uka. 5 oylik atrofida janavarlar qaranglar lekin. Aka yeb ichari sinovdan o'tgan-a bularda? Ichari behijolat uka. Hammasini bir yerga narxini nima deymiz endi bularni? Bular narximi? Aha. Bular narxini 3 million 32 emas, pardon. Kelishtirib aytavering. Kelishtirib. Hammasini bir joyga olsa 2 million 600 dan beraman, mana ketdi. 2 million 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan hammasini bir joyga olsa 28 dan beraman deb turib 200 ming o'tdim, 100 ming o'tdim emas mana. 2 million 600 ming so'mdan telefon qilishadi, yana chiroyli xayrisini qilib beraman. Barakasini bersin, mana. 2 million 600 ming so'mdan janoma qo'ydi qaranglar, qulog'i uzun ekan. Kamichi aka endi. Ko'pini qulog'i butun ekan-a bularda? Ha,
Oqda eni bor ekan, hamon pashni butun ekan. 90% butun qo'yiladi bu. Aha. Aka kelishtirib ayting bir yerga. Hammasini nechta dedik? 10 dona ekan. 10 ta ekan mana. Soliqni hurmati 100 mingdan o'tib beraman, 2 million 500 ming so'mdan beraman aka. 2 million 500 ming so'mdan 2 million 500 ming so'mdan. va janavarni qaranglar dumbalarni, lekin ishqibozlarga akalar tavsiya qilamiz, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, o'tib beradigan joy-joylari bor, aytilgan so'mmada. Ha, 2 million 500 ming so'mdan ketdi. 10 tasini Toshkentga dastlabki qilib beraman. Ozginadan telefon qilsa, chicha-chichadan xayrlari bor. Telefon qilib shoshilib qolaverasizlar akalar. Xo'p, bu so'nggi partiyalarimiz. Bu,